Ijtimoiy obyektlarning doimiy hamda uzluksiz ishlashi nafaqat aholining kundalik hayoti sifatini belgilab beradi, balki butun mamlakatning tizimli va barqaror rivojlanishi uchun eng muhim poydevorlardan biri hisoblanadi. Ayniqsa iqlim sharoitlari o'ziga xos bo'lgan hududlarda, jumladan Qoraqalpog'iston Respublikasida suv ta'minoti masalasi doimo diqqat markazida turadi. Ma'lumki, suv bu tiriklik manbai. Usiz hech bir sohaning, hech bir jamiyatning kelajagini tasavvur etib bo'lmaydi. Ushbu hayotiy muhim maqsadlarni ro'yobga chiqarish, mavjud infratuzilmalarning bekamu ko'z ishlashini nazorat qilish hamda aholiga munosib turmush sharoitlarini yaratish maqsadida Qoraqalpog'iston Respublikasi qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida nazorat qilish inspeksiyasi xodimlari tomonidan joylarda muntazam ravishda keng ko'lamli o'rganishlar o'tkazib kelinmoqda. Xususan, mas'ul mutaxassislar tomonidan Chimboy tumanida o'tkazilgan navbatdagi o'rganishlar davomida Pashentow yer ostidan suv olish va suvni tozalash inshootining holati hamda ish jarayoni atroflicha ko'zdan kechirildi. Qoraqalpog'iston Respublikasi qurilish ham uy-joy tarafında qadағалау inspeksiyasi xonagilari tarafidan Qoraqalpog'iston Respublikasi Chimboy rayoni Pashentow APJda joylashgan Pashentow yer ostidan suv olу ham tozalау inshootida o'rganish жұмыслары olib borildi. Bugungi kunda Pashentow yer ostidan suv olу inshootida Pashentow APJda joylashgan 200 ga yaqin xo'jalik hamda 830dan asатын үйлерге fuqarolarga xizmat ko'rsatib kelinmoqda. Bugungi kunda yer osti qudugining chuqurligi 450 metr yer ostidan suv olinib, ekosa belgilangan tartibda filtrdan o'tib, o suv tozalanib, xalqqa belgilangan tartibda yetkazib berilib kelinmoqda. Ushbu inshoot hudud aholisini toza ichimlik suvi bilan ta'minlashda beqiyos o'rin tutadi. Mazkur texnologik tizim 450 metr chuqurlikdan yer osti suvlarini kuchli nasozlar yordamida yuqoriga tortib oladi. So'ngra bu suv maxsus chuchuklantiruvchi va tozalovchi inshootlar orqali barcha sanitariya gigiyena talablariga mos holatga keltirilib, ovul aholisiga quvurlar orqali uzluksiz yetkazib beriladi. Bugungi kunda mazkur hududda jami 1512 nafar aholi istiqomat qiladi va tizimdan doimiy ravishda 314 ta abonent foydalanib kelmoqda. Suv tozalash inshootining ishlab chiqarish quvvati sutkasiga 250 kub metrni tashkil etadi. Ovul hududidagi ichimlik suvi tarmoqlarining umumiy uzunligi esa 10 kilometrdan iboratdir. Tuman hududida aholini ichimlik suvi bilan uzluksiz ta'minlash maqsadida davlat va xalqaro tashkilotlar hamkorligida muhim loyihalar hayotga tatbiq etilmoqda. Alohida ta'kidlash joizki, 2025-yilda ovul markazini ichimlik suvi bilan ta'minlab turgan Salikesh suvni chuchuklashtirish inshooti Birlashgan Millatlar Tashkilotining taraqqiyot dasturi mablag'lari hisobidan to'lig'i bilan rekonstruksiya qilindi. Ushbu keng ko'lamli yangilash va zamonaviylashtirish ishlariga qo'shimcha ravishda yana 1 kilometr masofaga yangi ichimlik suvi tarmog'i tortildi. Amalga oshirilgan ushbu yirik qurilish va ta'mirlash ishlari natijasida hududdagi 300 dan ortiq xo'jalikning ichimlik suvi ta'minoti tubdan yaxshilandi. Shuningdek, ilgari tarmoqqa ulanmagan 13 ta xo'jalik ilk bor toza ichimlik suvi bilan ta'minlanishiga erishildi. Bunday tizimli harakatlar natijasida odamlarning turmush tarzi farovonlashib, uzoq hududlarda ham qulay yashash sharoitlari yaratilmoqda. Jumladan mazkur ovul hududida ham ichimlik suvi ekosistemasini yanada rivojlantirish va suv resurslarini asrab-avaylash bugungi kunning eng dolzarb va ahamiyatli vazifalaridan biri bo'lib qolmoqda. Zero toza ichimlik suvi avvalo aholining salomatligini mustahkamlash, tabiatdagi ekologik muvozanatni barqaror saqlash hamda hududning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini ta'minlash uchun ulkan ahamiyatga egadir. Tabiatning bu bebaho ne'matidan oqilona va tejamkorlik bilan foydalanish, suv resurslarini ifloslanishdan asrash va uni toza holda kelajak avlodlarga yetkazish barchamizning eng muhim burchimizdir.